Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Tayland hukumati Xitoyga yana bir qatim bosh egdi. Bu yil fevral oyida Tayland hukumatining 40 Uyg'urni majburiy Xitoyga qaytirishi Xitoyning Taylanddagi kuchayayotgan ta'sirini ko'rsatib bergan bo'lib, oldingi kunlarda Tayland poytaxti Bangkokda o'tkazilgan bir san'at ko'rgazmasida Tayland hukumati Xitoyga yana bir qatim bosh egdi. Reuters agentligining 8 avgust bu haqda e'lon qilgan maxsus xabarda qayd qilinishicha, oldingi haftalarda Bangkok san'at madaniyat markazida diktator hukumatlarni fosh qilish bosh tema qilingan bir xalqaro san'at ko'rgazmasi o'tkazilgan. 24-iyul boshlangan mazkur ko'rgazmada Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongliklarning bostirilishiga aloqador san'at asarlari o'rin olgan. Ammo Xitoyning elchixona xodimlari 3 kundan keyin ko'rgazmani ziyorat qilib, Xitoyga qarshi mazmunlar borligini bayqagan va bu masalaning Xitoy-Tayland diplomatik munosabatiga ta'sir ko'rsatadiganligi haqida tahdid selib, ko'rgazmani taqashni talab qilgan. Xitoyning besimi ostida ko'rgazmadan Uyg'urlar, Tibetlar va Hong Kongliklarga aloqador san'at asarlari elib etilgan yoki Uyg'ur, Tibet san'atkorlarining ismlari o'chirib etilgan. Xabarda qayd qilinishicha, ko'rgazmada yana Sharq Turkiston va Tibetning bayrog'i, Shi Jinpingning bosh surati, Xitoy-Isroiliya munosabati aks ettirilgan kartochkalar bor ekan. Diktator hokimiyatlar bosh tema qilingan mazkur ko'rgazmaning eng chong diktatori hisoblanadigan Xitoy rejimi tarafidan kontrol qilinishi, bostirilishi qora yumur tusini olgan bo'lib, bu voqeaning chet eldagi san'atkorlarning fikr erkinligiga nisbatan andisha paydo qilganligi ta'kidlanmoqda. Trump Intel shirkatining ijroiya amaldorining iste'fo berishini talab qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning o'zak ishlab chiqaruvchi shirkati Intelning bosh ijroiya amaldorini Xitoy bilan nomuvofiq munosabat o'rnatish bilan ayblab, uni iste'fo berishga chaqirdi. BBCning bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Trump ijtimoiy taratquv hisobida yo'llagan uchurida Intel shirkati bosh ijroiya amaldori Chen Livoning Xitoy harbiy organlariga chetishliq shirkatlarga mablag' solganligiga ishorat qilgan. Odatda Amerika prezidentining bir shirkat amaldorining iste'fo berishini talab qilishi oz uchraydigan ahvol ekan. Trump yozmasida Intel bosh ijroiya amaldorining zo'r darajada manfaat to'qinishi bor. Cho'qim darhol iste'fo berishi kerak. Bu masalaning boshqa hal qilish chorasi yo'q deb ta'kidlagan. Trumpning bu tanqididan keyin Intel shirkatining pay cheki 3% ga yaqin tushib ketgan. Xitoy millatidan bo'lgan Chen Liu bu yil 3-oyda Intel shirkatining bosh ijroiya amaldorligiga tayinlangan. Amerikaning muhim o'zak ishlab chiqaruvchi shirkati bo'lgan Intel yaqinqi yillardan buyon raqobatda bora-bora orqada qolishga boshlagan. O'zak urushining kuchayishiga ergashib, Amerika hukumati Amerika shirkatlarining bu sohadagi o'rnini mustahkamlashga kuchayotgan bo'lib, Intel shirkati Amerika hukumatining necha milliard dollarlik mablag'iga erishgan. Navbatda sun'iy aql texnikasi raqobatining kuchayishiga ergashib, Amerika hukumati Xitoyga ilg'or o'zak eksport qilishni cheklagan bo'lib, bulardan sirt Xitoyning o'zaklariga 100% lik boj qo'yishga o'xshash tadbirlarni yo'lga qo'ymoqda. Sutuq Bug'raxon ta'lim-tarbiya markazi o'qish bitirish murosimi o'tkazdi. Turkiyada yillardan buyon aktiv xizmat qilayotgan Sutuq Bug'raxon ilm va madaniyat vaqfining qarmog'idagi Sutuq Bug'raxon ta'lim-tarbiya markazining 2024-2025 yillik o'qish bitirish murosimi 9 avgust Istanbulning Safaköy rayonida o'tkazildi. Murosimga markazning mas'ullari, o'qituvchilari, har qaysi yillikdagi o'quvchilar, bir qism tashkilotlarning vakillari, jamoat arboblari va ota-onalar qatnashdi. Qur'oni Karim tilovati va istiqlol marishlari bilan boshlangan murosimda oldi bilan Sutuq Bug'raxon vaqfining muavin raisi ustoz Muhammad Umar Qarajim echilish so'zi qildi. Orqadan Sutuq Bug'raxon ta'lim-tarbiya markazining mudiri doktor Odiljon so'z qilib, markazning oldingi bir yillik xizmatlari haqida qisqacha dokument berdi. Murosimga har qaysi yillik o'quvchilari turli numurlarni tayyorlab kelgan bo'lib, vatan, millat, ilm, axloq kuylangan she'r naqshilar o'rindaldi.
Arlıqda yana Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi Doktor Alimjon Bug'da va jamoat arbobi Abduqodir Yapchan so'z qilib, muhojiratda ma'arif, ta'lim-tarbiya xizmatlarining qanchalik zarur ekanligi haqida siyosiy, ijtimoiy, diniy nuqtadan tafsiliy to'xtaldi. O'quvchilarning nomerlari oxirlashgandan keyin Turkiya legasi imtihonida yuqori nomerga erishganlar, Qur'onni tamomlab qori bo'lganlar, markazning turli faoliyatlari va musobaqalarda natijaga erishgan o'quvchilar mukofotlandi. Oxirida Sutuq Bo'g'raxon ta'lim-tarbiya markazining o'qituvchilarining 1 yillik jafoli xizmatlari muayyanlashtirilib, ularga hadiya taqdim qilindi. Zelenskiy Amerika-Rossiya boshliqlari uchrashishi haqida ifoda bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 avgust Alaskada Ukrainadagi tinchlikni muzokara qilish uchun bir yerga jam bo'lishga tayyorlanayotgan bir paytda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy shanba kuni bayonot e'lon qilib, Ukrainasiz chiqarilgan qarorlarning tinchlik elib kelolmaydiganligini bildirdi va Rossiyaga zimin berishni qat'iy rad qildi. U ijtimoiy taratquda e'lon qilgan bayonotida Ukrainaliklar ziminini tajovuzchiga bermaydi. Bizga qarshi Ukrainaning irodasiz chiqarilgan har qanday bir qaror tinchlikka qarshi chiqarilgan qaror hisoblanadi. Darvaqa bunday bir qaror hech qanday natija elib kelolmaydi. Urush bizsiz, Ukrainasiz oxirlashmaydi deganlarni qayd qildi. Zelenskiy Ukrainaning tinchlik elib keladigan haqiqiy qarorlarga tayyor ekanligini, ammo buning Ukraina xalqining izzat hurmati qo'g'dab qilingan tinchlik bo'lishi kerakligini aytdi. Lekin tafsiloti haqida to'xtalmadi. Trump Putin bilan juma kuni bir yerga jam bo'ladiganligini, uchrashishda har ikki tarafning manfaatiga foydali bo'lgan bir qism zimin almashtirishlarning bo'ladiganligini aytgan edi. Trump bilan Putin eng oxirgi qatim 2019-yili Trumpning tunji qatimliq vazifa o'tash mazgilida Yaponiyada o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inida bir yerga jam bo'lgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.